هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kahf tefsiri 71. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kahf suresi 71. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şunun bilen o ikisi birlikte menip gelip bir kemiga chiqishdi. Hızır kemini teşhif etti. Yani keminin bir taxtasını sug'urib etdi. Musa onunğa kemidagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemini tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding dedi. Hızır sen haqiqatan men bilan birga bo'lishda sabr taqat qilib turolmaysan demedimmi dedi. Musa aytdi: Ahdini unutib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma. Kemini teşhif etishning bayoni. Alloh taolo bu yerda Musa bilan hamrohi Hızır alayhissalom o'zaro yuqoriqidek pütüşüp bo'lgandan keyin va Hızır alayhissalom Musa alayhissalomga toki o'zi işinin haqiqatini tushuntirib bayon qilib bermigicha uning bilmagan narsasini so'ramasligini shart qilgandan keyin birlikda yo'lga chiqib kemiga chiqqanligidan xabar berdi. Yuqorida keltirilgan hadisda kemidagilarning Hızır alayhissalomni tanib onunğa bo'lgan hurmati yusidan ularni haqsiz elib olganligi bayon qilindi. Ular kemiga chiqdi. Kema ularni elib menib do'lqinliq yeriga borganda Hızır alayhissalom qopib kemining bir tal taxtasini chiqarib etib, ondan u yani o'ngshab qo'ydi. Musa alayhissalom o'zini tutib ola olmay, uni ayblab mundaq debetdi. Kemidagilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemini tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida sen odamning aqli qabul qila olmaydigan bir ishni qilding deganlik bo'ladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi haqida sen haqiqatan hayron qolarlik bir ishni qilding deganlik bo'ladi dedi. Bu vaqtda Hızır alayhissalom ilgari Musa alayhissalom qo'ygan shartni eslatib mundaq dedi. Sen haqiqatan men bilan birga bo'lishda sabr taqat qilib turolmaysan demedimmi? Yani men qasdan qilayotgan bu ish sening menga e'tiroz bildirmasligingga shart qo'yilgan ishlarning qatoridandir. Chunki sen bu ishning haqiqatini bilmaysan. Bu ishda sen bilmaydigan foyda bordir. Musa aytdi: Ahdini unutib qolganligimga meni ayblama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma. Şuna yuqorida keltirilgan hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq dedi. Birinchi qitimliqi Musa unutib qilib yuz bergandir. U ikkisi yani birlikda mangdi. Ular bir balını uçuratdı. Hızır onu öldürüp koydu. Musa, sen bir begunah canını nahak öldürdün. Sen hakikaten yavuz işini kıldın dedi. Hızır etti. Sana men hakikaten men bilen birga bo'lishga sabr taqat qilib turolmaysan demedimmi? Musa etti. Bundan keyin yana senden birer ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zanga hamroh qilmagan. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda
manga hamroh bo'lmaslikqa ma'zursan. Balını o'ltirib etishning bayoni. U ikkisi yana birlikda mangdi. Ular bir balını uchratdi. Xizr uni o'ltirib qo'ydi. Yuqorida u balaning shaharda kichik balalar bilan o'ynayotganligi bayon qilindi. U balalarning ichidagi eng chiroylisi va chiroyi eng nurlisi edi. Xizr alayhisalom balalarning ichidan shuni tanlab o'ltirib etdi. Buni ko'rgan Musa alayhisalom ilgirgidimmi qattiqroq ayblab mundaq dedi. Sen bir begunoh jonni nahaq o'ltirding. Yani sen tehi hiç yaman ve günah iş kılmagan küçük bir balını nahaq öldürdün. Sen hakikaten yavuz işini kıldın. Xizr et. Sana men hakikaten men bilen birli boluşqa sabır taqat kılıp turalmaysan demedim mi? Yani Xizr aleyhisselam ilgir koygan şartını yani bir qitim ta'kidledi. Musa et. Bunundan keyin yana senden birer iş doğruluk sorsam, yani kılgan işine itiraz bildirsem, meni özenge hamroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda manga hamroh bo'lmaslikqa ma'zursan. Yani sen meni hamroh qilmaslikqa haqlisan. İbn Jarir İbn Abbas radıyallahu anhumadan Ubay ibn Ka'bning mundaq deganligini rivoyat qildi. Peygamber aleyhisselam birersini aslab uningga duo qilmoqchi bo'lganda duoni o'zidan boshlaydi. Bir kuni Peygamber aleyhisselam mundaq dedi. Allah Teala'nın rahmeti bizga va Musaga bo'lsin. Agar u sabr qilib hamrohi bilan turgan bo'lsa, albatta ajoyib ishlarni ko'rgan bo'ladi. Lekin u buningdan keyin yana sendan birer iş to'g'riliq so'rasam, yani qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda manga hamroh bo'lmaslikqa ma'zursan dedi. U ikkisi yana birga menib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'li bilan silab tuzlab qo'ydi. Musa aytdi: "Agar xohlasang bu ish uchun albatta ish haqqi olgan bo'lading." Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib turolmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray." Tamni tuzab qo'yishning bayoni. Allah Teala u ikkisining Musa aleyhisselam Xizr aleyhisselamga 2 qitim e'tiroz bildirib bo'lgandan keyinmi yana birga manganligidan xabar berib mundaq dedi. U ikkisi yana birga menib bir shaharga yetib keldi. İbn Jarir İbn Sirinning u shahar bo'lsa Ayla shahridir deganligini rivoyat qildi. Hadisda mundaq deb keldi. U ikkisi odamlari bexil bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'li bilan silab tuzlab qo'ydi. Yani uni burun holatiga keltirib qo'ydi. Yuqorida o'tgan hadisda Xizr alayhisalomning tomni qo'li bilan yulab tuzab qo'yganligi bayon qilindi. Bu bir mo'jiza xarakterli ishdir. Bu vaqtda Musa aleyhisselam Xizr aleyhisselamga mundaq dedi. Agar xohlasang bu ish uchun albatta ish haqqi olgan bo'lading. Yani ular bizni mehmon qilmagandan keyin ularga bekardan ishlab berishing loyiq bo'lmaydi. Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz." Yani Xizr aleyhisselam Musa aleyhisselamga sen men balını o'ltirgan vaqtimda buningdan keyin yana sendan birer ish to'g'riliq so'rasam, yani qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in degan shartni qo'ygan eding. Mana bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib turolmagan yuqorqi 3 ish
üç ishning haqiqatini sana tushuntirib beray dedi. Kemiga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kemisi edi. Men uni teshib ayibnak qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida, ya'ni boradigan yo'llarida har qanday saq kiyimini egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. Kiyimini teshib etishning sababi bu Xidir alayhissalomning Alloh taolo uningga tegidiki hikmatlarni bildirgan, lekin Musa alayhissalom bilmaydigan, Musa alayhissalom bilolmay qolgan va tashqi ko'rinishiga qarab ayiblagan ishlarning haqiqatini bayon qilishidir. Xidir alayhissalom bu ishni bayon qilib mundaq dedi. Men kiyimini ayiblik qilishim uchun uni teshib etdim. Men kiyimini ayiblik qilishim uchun uni teshib etdim. Chunki ular har qanday saq kiyimini egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan zolim bir podshohning qishidan o'tadi. Podshoh kiyimining ayiblik ekanligini ko'rib, uni tortib olmasa, kiyimidan boshqa foydalanadigan narsa yo'q, miskinlar uningga davomli foydalansin deb uni ayiblik qildim. Ba'zi rivoyatlarda kiyimining ilgari yetim bolalar edi, kiyimining egilari yetim bolalar edi deyilgan. O'ldirilgan bolaga kelsak, uning ota-onasi mu'min edi. U aslida kafir yaratilganlikdan cho'ng bo'lganda uning gumrohlik bilan kufrini ota-onasiga tengishidan qo'rqdik. Shuning uchun biz ularning Rabbining ularga u balaga qaraganda pok va kuyimlik farzand ato qilishini iroda qildik. Balani o'ldirib etishning sababi Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Ubay ibn Ka'bdan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Xidir o'ltirayotgan bala uning qilmishlari putilgan kundala kafirlikqa putib etilgan edi. Bu hadisni Ibn Jarirmo Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qildi. Shunga Xidir alayhisalom mundaq dedi. Uning ota-onasi mu'min edi. U aslida kafir yaratilganlikdan cho'ng bo'lganda uning gumrohlik bilan kufrni ota-onasiga tengishidan qo'rqdik. Ya'ni ota-onasining uningga bo'lgan omroqligining uning kafirlikda davomlashaverishiga sababchi bo'lib qolishidan qo'rqdik. Qatada u bola tug'ilgan vaqtida ota-onasi bek xushal bo'lgan edi. O'ldirilganda bek qayg'urib ketdi. Mubada u bola hayot qolgan bo'lsa, ota-onasining halok bo'lishi u bolaning sababi bilan bo'ladi. Shunga har qanday inson Alloh taolaning hukmiga rozi bo'lishi lozimdir. Chunki Alloh taolaning mu'min kishi yoqtirmaydigan biror narsada chiqargan hukmi u yoqtiradigan narsada chiqargan hukmidan foydali bo'lishi mumkin dedi. İmam Ahmed rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi. Alloh taolaning mu'minga chiqargan har qanday hukmi uning uchun yaxshilikdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Sizlar biror narsani yoqtirmasligingiz mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Shuning uchun biz ularning Rabbining ularga u balaga qaraganda pok va kuyimlik farzand ato qilishini iroda qildik. Ibn Jarir bu oyatning ma'nosi haqida ularga u balaga qaraganda bek kuyinadigan pok farzand ato qilishni iroda qildik deganlikdir dedi. Tamga kelsak, u shahardagi ikki yetim bolaning edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi ichilib qilib, kishilar uni elib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi.
Rabbing ularning cho'ng bo'lganda tam ostidan xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Rabbingning ularga qilgan rahmatidir. Uni, ya'ni yuqoridagi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q, balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan narsalarning haqiqati ana shu. Tamni tuzab qo'yishning sababi. Men bu tamni tuzab qo'ydim, chunki u shahardagi 2 yetim bolaning temi edi. Tam ostida ularning xazinasi bor edi. Ikrima, Qatada va boshqalar tam ostida ularning ko'mib qo'yilgan mol dunyosi bor edi dedi. Bu qarash oyatning oshkor ma'nosidir. Ibn Jarir buni Alloh taolo uningga rahmat qilsin to'g'ri deb qaradi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Ya'ni bu oyatda yaxshi kishilarning qilgan ibodatining barakati ularning bola chaqalariga yetadiganligiga dalil pokit bor. Shuning bilan ularning bola chaqalari dunyoda xatarlardan saqlanib qoladi. Oxiratda dadisi ularga shafaat qila oladi va dadilarini xursand bo'lsin deb jannatda ularning darajalari eng oliy darajaga ko'tariladi. Bu vaqt kelgan oyat va hadislar bordir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Said ibn Jubayr ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolo 2 yetimning mol mulkini u ikkisining dadisining yaxshiligi sababidan saqlab qoldi. Chunki Alloh taolo u ikkisini yaxshi deb bayon qilmadi deganligini rivoyat qildi. Rabbing ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishni iroda qildi. Ya'ni Xadir alayhisalom balini o'ltirib etganda farzand ato qilishni iroda qildik. Va kiyimini teshib etganda aybni qilmoqchi bo'ldim deb irodani o'ziga nisbat bergan edi. Ammo bu yerda Rabbing iroda qildi deb iroda qilishni Alloh taologa nisbat berdi. Chunki bolalarni Alloh taolodan boshqasi cho'ng qila olmaydi. Rostini Alloh taolo bilguchidir. La havla va la quvvata illa billah. Xizrning payg'ambar yoki emasligi. Alloh taolaning Xizr alayhisalomning degan so'zini bayon qilib kelgan bu Rabbingning ularga qilgan rahmatidir. Uni, ya'ni yuqoridagi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q, balki uni Allohning amri va ilhom bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan narsalarning haqiqati ana shu degan va u ikkisi beliqni untigan cho'ng toshning yonida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va bizning o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmi g'aybni biz bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhisalomni uchratdi degan oyatida uni payg'ambar deydigan kishilar uchun dalil pokit bordir. Xizr alayhisalomning Xizr, ya'ni yeshil deb atalishining sababi. Imom Ahmad Abu Hurayradan payg'ambar alayhisalomning payg'ambar alayhisalomning Xizr to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qildi. Xizr yeshil deb ataldi. Chunki u quruq o't cho'plarining ustida o'ltirganda o't cho'plar uning ostidan yap-yeshil bo'lib unib chiqishga boshladi. Bu hadisni Abdurrazzaq rivoyat qildi. Subhanalloh. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Xizr yeshil deb ataldi. Chunki u quruq o't cho'plarining ustida o'ltirganda
o't çöpler onun astidan yop-yeshil bo'lib minib chiqishga boshladi. Xizrni quruq o't çöplarning ustida emas, tuproqda o'ltirdi deydigan qarashim bor. Sen sabr taqat qilib turolmagan narsalarning haqiqati ana shu. Mana bu men haqiqatidan sana xabar berib bo'g'icha sen sabr qilolmay çıt bo'lib ketgan ishlarning bayonidir. Qissaning beshida Musa alayhisalom bilan birga kelgan yosh xodimning gapining qissaning oxirida yo'q bo'lib ketganligi haqidagi savolning javobi bundoq. Bu qissaning bayon qilinishidagi maqsad Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalom va ularning oralig'idagi bo'lgan ishlardir. Musa alayhisalom bilan birga kelgan yosh xodimning gapi chiqmasa-mu, Musa alayhisalom bilan birga bordir. Hadislarda onun ismining Yusha ibn Nun ekanligi va uning Musa alayhisalomdan keyin Isroil avlodining ishiga mas'ul bo'lganligi bayon qilindi. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Kahf tafsiridan 82. ayetgacha anladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.